O'sha 50 necha yillik uy tutish hayotinglarda dadoy opamni urpaqdingizmi? Urdim. Voy ishkilanmayli urdim deb aytdingizmi? Ras urdimi apoy urpaqdimi? Urdi. Bak urdimi boshmi? Bak urdi. Necha qatim urdingiz? Urganim abi tetpek katim. Voy jiq urib etibsiz ya. Unda qo'ysa yana bir savol. Siz shu opamni necha pul bil olgan to'yliqqa? Tezkoy. 200 koy beribmi? Ha. Siz 200 koy tekkanmi? Tözlüğü tekken. Ahmoqmisiz? Şu vaqt zaman açtaq tutsa. Qandaq tanışgan ishkanlar? Muhabbatlashib to'y qilganmi yo o'dil ko'rib berib olma deb olganmi? Muhabbetlişip. Rasman? Ras. Qanchalik muhabbatlashgan? Bir iş küçüydük. Shu muhabbatlash jarayonida opamga bir sovg'a salam yo bir gul degandek narsa o'qib Oy boqqanmi? yakka o vaqtimda vaqtla bo'lmagan ekan. Gullikdi, gulim o'smamdikan bu chaqda. Göterim aytdi. Buğday qo'noq teri yutqdan. Unda bo'lsa dadoy. Endi haqiqiy savolga keldik. Sizmi shu chaqda opamni urganda bovam sizni tilliganmi? Tılgan. Nima degan? Müşkülse bir işlevatkan bir xotinni. Sana bir günah qilsa bekal urtun qilsa deb. Bovam endi sizni urganmi? Yo'q. Berib yondirib kel deganmi? Ha. Siz shuni olachi oddiyla urib yomonlab ketganiga berib gaqsi erib yenib kelganmi? Ne? Mana hozirgi er ayollar kichkin ishlar uchun so'qishib, kichkin ishlar uchun oilani vayron qildi, bolani yetim qildi. Kichkin ishlar uchun yomonlab yotidi. Mana 50 necha yillik muhabbat mana mushundaq. Ne bayram, ne tug'ilgan kun, ne sorun. Unda ko'rib boqmadinglar-ku? Yok. Isil so'g'at buyumlarni yeb boqmadinglar-ku? Yok. Hozirgi endi shu turmush tutayotgan hozirgi jamiyatimizga yoshlar deydiganim kichkin qiyinchilik uchun, kichkin bir so'g'at uchun, kichkin bir bayramlar uchun jidallashmanglar. Oildagi tirnoqning orasidagi kirchilik, kichik bir tukchilik yo'qlang ishlar uchun jiddallashib, bolani yetim qilib, oilani vayron qilmanglar. Endi yana bir qatim so'raydi. Siz shu chaqda urib olgandan keyin deyli, uningga hisobda bir 40 yillar, 30 necha yillar bu qapti men aqlimni bilgidek bo'lsam. Shuningdan keyin shu opamni urganlik ustida bir pushaymon qilib baqdingizmi yoki kechirim so'rab baqdingizmi? Kechirim sordum. Qancha qatim? Necha qatim kechirim so'radingiz? Bir qatim. Anasiga urushmadik. Kechirim so'ragandan keyin siz kechadingizmi? Küçedim. Unda bo'lsa yana bir savol. Siz opamni yelimi yaxshi ko'ramsiz? Yaxshi ko'rma. Qanchalik yaxshi ko'rsiz? Bek yaxshi ko'rma bilan. Chin qalbingizdan, Qalbimda yaxshi ko'rma. butun dunyodanmi cho'ng yaxshi ko'rsiz Çok shuni? yaxshi ko'rma. Men yaxshi ko'rsam kim boqdi? Apoy sizning dadamni yaxshi ko'ramsiz? Yaxşı görme. Qanchalik yaxshi ko'rsiz? Men bek yaxşı görmem de. Qirganda 5 minut arılıp qolmayli deb. Unda bo'lsa men bir dasta attirgul tayyorladim. Hozir kamgacha opamga bir dasta attirgul berib boqmabsiz-ku? Yo'q. Unda bo'lsa shu attirgulni opamga o'z qo'lingiz bilan bersiz ma'qulmi? Ma'qul. Mana dadayamsiz, men hozirmish jiddiy attirguldan bir dasta tep keldim. Opamga o'z qo'lingizni so'q qilib, sizni menga yaxshi ko'rmadan, ha? Ma'qul. Ha, so'q qiling. Sizni menga yaxshi ko'rma. Rahmet, rahmet. Ha, mana. Mehr muhabbet mana mushunchalik bo'ladi. Yaxshi ko'rish mana mushunchalik bo'ladi. 50 necha yillik turmush tutish jarayonida isil so'g'atlardan tamaki kutib boqmadi opam. Yoki dadammi isil so'g'atlarni so'q qilib boqmadi. Endi hozirgi jamiyatimizda yoshlar, uy tutayotganlar mashina, uy, so'g'at bu mana shundaq ushshaq paranglar tufayli, ushshaq ishlar tufayli jiddallashib,
öy tutanmaydigan, kichikkina yo'qlan ishlar uchun balani yetim qildigan ishlar jiqlab qoldi. Sizlarga deydiganim, mehr muhabbat, yaxshi ko'rish, suyish va suyulish hargiz bir sovg'a salam, mol dunyo ustiga bo'lmaydi. Balki mana shu haqiqiy chin yuragimizga bo'ladi. Shunga ekran oldidagi barcha do'stlarga rahmat. Filmni yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, mushu dadam opamning chin yurak so'zlaridan rozi bo'lgan bo'lsanglar, yurak belgisini besib, inkas rayini gullarni yo'llab, kuchab taqtib qo'yinglar. Men bu filmni qandaqdir dadam opamning xatoligini, ziddiyatlarini ko'chilab tatlash uchun yoki dadamni miyada sazoy qilish uchun chiqarmadim. Hozirgi jamiyatimizdagi yoshlarga bir nasihat o'p qolsin. Mehr muhabbatning nimaligini, suyishning nimaligini bir his qilsin deb chiqardim. Ondan yana mundaq bir gapni ko'rib qoldim oldingi kun do'yinda. Ya'ni uxlashdan burun boshqalarning barliq xatoligini va ko'ngil azorchiligini kechirib etsangiz, unutib ketsangiz, atigini ko'zingizni ochganda qaytadan tug'ilasiz deydi. Demak, ko'ngil azorchiligini unutib ketinglar. Kichikkin ishlar tufayli ziddiyatlashib qolgan bo'lsanglar, yarishib qolinglar. Balanglarni o'ylanglar, oilanglarni o'ylanglar. Gapim tamam. Undaq bo'lsa ekran oldidagi do'stlarga xayr xo'sh deb omonlik tilab etamdiq. Tilavatlar. Xayr xo'sh danglar. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh, omon bo'linglar, oilanglar baxtlik, ishlaringlar utuqliq bo'lsin. Dadam opamdek 50 necha yil, 60, 70, 80 yilgacha chechinglar oqirib mukchaygacha ayrılmay, mangu birga o'tinglar. Salomat bo'linglar.